Bular kim? Kanizaklar. Kanisa? Menga qara. Sen Davronga osilding. Millionga osilding. Endi meni yerimga osilyapsanmi? Ha? Xotin sen tushunmading. Kaniza demadim. Kanizaklar domma. Nima farqi bor, dadasi baribir osilyapti-ku. Shohim, ruxsat bering. Hozir men yetkalanga ruxsat beraman, pistaqil. Dadasi, men sizga umuman tushunmadim. Bilasiz, men sizni qo'ychandan beri qidiraman. Uyga kelib televizorni qo'ysam, yer tubidan sizni ko'rsatayotgan ekan. Shu ko'rishim bilan cho'g'ga yugurib keldim, dadasi. Qayerdan kelding? Mana Chilonzorning o'zi bitdi-ku. Siz bilan birga yashaymanmi deb kelsam, siz bu yoqda unga birga yashab yurgan ekansiz-ku. Shu hunaringiz ham bormi, dadasi? Xotin, bir erkakka 40 hunar oz. To'zib ketganingizni qarang, nima o'qityapsiz? Mastava ichdim. Ha, shuda. Uydagi oshni qadriga yetmaganingizdan keyin ko'chadan mastava ichasiz.